Assalomu alaykum azizlar, bizda yangi loyiha Sherzod Chesni kanalida subyektiv fikr. Ya'ni ko'pchilik hozir internetda ommaviy bo'lib borayotgan Xitoy mavzusiga o'zimizni fikrimizni bildiramiz. Biz O'zbekistondamizmi, Xitoydamizmi? Xitoyliklar bozorlarga kirib kelishda indamadik. Xitoyliklarga turmushga chiqayotgan o'zbek qizlari soni ko'paymoqda. Hurmatli do'stlar, aziz yurtdoshlar, butun dunyoda Xitoy tovarlari, Xitoy mahsulotlari, Xitoy avtomobillari bor va ular O'zbekistonga kirib kelishmoqda. Aprel oyi oxirida 4 yillik tanaffusdan keyin Pekin avtosaloni ko'rgazmasi o'tkazildi. Kimdir buni O'zbekiston iqtisodiy rivoji uchun katta imkoniyat deb biladi. Bu degani yerlar sotilmoqda, konlar sotilmoqda, unday bo'lmoqda. Yo'q, azizlar, unday narsa emas. Voy, Xitoy bizni bosib olyapti deb vahima ko'tarib turgan odamlar qaysi aql bilan bu videolarni qilyapsizlar bilmayman. Mana yana ketdi, mana Xitoyliklar mana kasobda uchratib ketkizyapmiz. O'zbeklar uyg'ondi. Hammasini yechib tashlaydi hozir. Yoki bilmadim, bu o'zimizni ichimizdagi dushmanlar bo'lishi ham mumkin, o'zbeklarning ichidagi. Aytmoqchiligim, kirishsa, Xitoyliklar kirishsa, rivojlangan insonlar, davlat, ya'ni o'zimiznikilar qila olmayotgandan keyin Xitoyliklar bozorimizni o'rganib kirishyapti. Nimaga? Biznesini qiladi. Tovarlarimiz arzonlashadi. Mashinalar arzonlamoqda. Mani bitta misol keltirib o'taman. Xitoydan mashina olardim. Qarasam $5000 qimatiga, $7000 qimatiga olayotgan ekanman. O'zingiz guvohi bo'ldingiz, Jetour mashinasi bundan 2-3 yil oldin qanchalik hit bo'lib ketdi, ya'ni ommabop bo'lib ketdi, bilasizmi? Hozirgi oldin shu paytda $34000, $33000 dan sotilgan. O'sha vaqtning o'zida Xitoyning o'zida $17000, $18000 mashina bo'lgan. Xitoyliklarning o'zi esa bizga aynan shu mashinalarni $400, $500 foyda bilan olib kelishyapti. Bir qancha omillar Xitoy kompaniyalariga o'z transport vositalari narxini arzonlashtirishga va raqiblarga narx urushi e'lon qilishiga imkoniyat berayotgan bo'lishi mumkin. Bu degani, demak, bizni xalqimizga, bizni yurtdoshlarimizga o'zi kim dushman, o'zi kim bizni podvodit qilyapti. Hozir Xitoy tovarlari kirib kelsa, boshqalar kirib kelsa, O'zbekiston bozorida sinish bo'ladi, deyaptilar. Nega sinish bo'lishi kerak? Qilaylik biz ham. Nima Xitoyliklarning bizdan nima ustun joyi bor? Kirib kelishsa, bu xalqqa yaxshi. O'sish bo'ladi, konkurensiya kuchayadi. Konkurensiya kuchayishi bilan bozorimiz yanada narxlar arzonlashadi va ko'plab insonlar, albatta ishchi kuchiga ega bo'lib, ko'plab xonadonlar non topishadi, boshqa qilishadi. Akalar, mana shu Xitoyliklardan o'rganib o'zimiz qilib olaylik shuni. Borib o'rganmayapmiz. Hatto kelishganda o'rganib olaylik. Buni nima qiyin joyi bor? Kagutta hozir mana qaranglar, Rossiyada bo'lsangiz, sizni o'zbek restorani ochsangiz, o'zbeklar keldi, qani nima qilamiz, давайте gnat уже nima qilamiz, quvg'indi qilamiz, boshqa qilamiz deganni ko'rdinglarmi? Boshqa davlatlarda ham, Yevropalarda ham, Amerikada ham tiqilib yotibdi. Xitoycha yozuvlarni qo'yib o'zini biznesini qilishyapti. Ular ham non topishadi, boshqa qilishadi. Xitoyliklar unday, Xitoyliklar bunday. Biz qandaymiz? Mana yurtimiz, hamma joyda o'zbeklar ko'p joylarda biznes qilishyapti. Lekin bunday provokatsiyalar, bunday noto'g'ri provokatsiyalar qilmaylik. Davlatimiz ham aytib o'tdi. Yerlar faqat arenda hisobiga beriladi. Arenda hisobidan. Bo'ldi, yer sotilayotgani yo'q ularga. Bitta odam harakat qilganning foydasi yo'q. U joyga borib bizneslari, davaychi hammani O'zbekistonga tortamiz deganning foydasi yo'q. O'zimiz uyg'onmasak. Biz ham qilaylik. Nega arzon qilmaymiz? Nimaga biz bitta narsaga 5 barobar foyda qo'yishimiz kerak yoki 10 barobar foyda qo'yishimiz kerak? Nega qilishimiz kerak? Qilaylik biz ham arzonroq. Nega? O'zi yurtdoshlarimiz yeydi-yu, farzandlarimiz yeydi, boshqa qiladi narsalar bo'lsa, kiyadigan kiyimlar bo'lsa, farzandlarimiz, oilamiz, o'zlarimiz kiyamiz, dodalarimiz kiyadi. Arzonroq qilaylik insof bilan. Qani kimdir zavod ochsa, trilliarder bo'lib ketadi, kimdir mashina avtosalon ochsa, milliarder bo'lib ketadi. Kam bo'lsin, soz bo'lsin, azizlar. Davayt shunday qilaylik. Aytmoqchi yana bir narsa. Bizni hindistonliklar ham bosib o'tgan ekan. Ko'ringlar, parkda nima berishdi? Bitta qarab olinglarchi. Ana. Endi hindistonliklarga o'tamiz, do'stlar. Azizlar, men prosta tak bu videoni qilganimdan sabab o'zimning subyektiv fikrim, o'zimning o'yimni aytib o'tdim. Prosta ulardan o'rganib qolaylik, Xitoyliklardan.
Hindistonliklar endi meditsina borasida bizni to'g'risi teshib qo'yapti desak ham bo'laveradi. Ochiqcha buni tan olish kerak. Mard ochiqcha tan oladi deydi-yu. Bizda o'qib ketib, biznikilar Hindistonga borib davolanib yurishdi davomli. Nimaga biznikilar qilmaydi? O'zimizni erinchoqligimiz, o'zimizni nima deydi? Harakatsizligimizni sababi bilim olmasligimiz, bekorchi narsalarga fikrimizni chalg'itishimiz evaziga mana shunday holatga tushyapmiz. Bu ayb o'zimizniki. Bu mening fikrim. Sizlarning fikrlaringiz qanaqa? Xitoyliklar kirib kelganiga qanday qaraysiz? Hindistonliklarchi bayram qilishni ko'rdinglarmi? Davayt kommentda yozinglarchi, nima fikringiz bor? Kanalda yangimisiz? Bitta podpiskani bosib qo'ying. Srazu podpiskani like urib qo'ying. Bundan ham subyektiv fikrlarimizni qilib boramiz, muhokama qilib boramiz va o'ylaymanki sizga yoqadigan suhbatlar bo'ladi degan umiddamiz. Lekin ularni kirib kelishi menimcha O'zbekiston iqtisodiyotiga, O'zbekistonga menimcha yaxshigina foyda olib keladi degan umiddamiz. Hammangizga rahmat, yurtdoshlar. Bu xitoyliklar kirib kelishi narxlar tushadi va mana bunday futbolkani 150 ming so'mga emas, 50 ming so'mga sotib olish imkoniyatimiz bo'ladi. Hammangizga rahmat, videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun like ni bosishni, podpiskani bosib qo'yishni unutmaymiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Aytmoqchi azizlar, mendan mashina yutishmoqda. 1000 ga yaqin mashina topshirganman. Albatta buni siz ham yutib olishingiz mumkin. Buning uchun nima qilishingiz kerak bo'ladi? Mana shu yerdagi 7965 129 raqamiga yoki bo'lmasam 7962 360 2000 Telegram nomerimizga yozing. Sizga hamma ma'lumotlarni tushuntirib o'tamiz. Bu orqali siz ham o'yinimizda ishtirok etishingiz mumkin. Va bir narsani ta'kidlab o'taman, o'yinimizda ishtirok etish pullik. Omadli bo'lsin.